Payg'ambar alayhissalom davrida Rasululloh va uning hamrohlari nihoyat ig'ir sinoqlarga duch kelgan bo'lib, Payg'ambar alayhissalomning hamrohlari Rasulullohga: "Ey Rasululloh, biz haqiqat din ustida tursak, nima uchun bizga buncha zulmlar keladi?" degan vaqtida Payg'ambar alayhissalom ularga ilgirki musulmonlar uchragan zulmlarni so'zlab berish orqali buning rost yolg'on musulmonni ayiradigan sinoq va imtihon ekanligini tushuntirdi. Biz bugun ana shu ilgirki musulmonlar uchragan ig'ir sinoq va imtihonlarning biri bilan tunishib chiqamiz. İlgirki zamanda bir padişah o'tgan bo'lib, bu padişahning o'ziga xos bir sihir bor edi. Bu padişah bu sihirning yordamida har xil sehr o'yinlarni o'ynab, kishilarni o'zining iloh ekanligiga ishontirdi va ularni o'ziga ibodat qilishga buyurdi. Kunlarning o'tishi bilan bu sihirga qirib qilib, padişahga: "Men qirib qoldim, ajilim yiqilishib qoldi. Menga bir yigitni avatsangiz, men uning hunarlarini o'rgatib qo'ysam" deydi. Padişah sihirga bir yigitni avatadi. Sihir yigitga sehr o'rgatishni boshlaydi. Sihirning uyi bilan padişahning ordusining orliqidagi yo'l bo'yida bir darvish yashaydigan bo'lib, yigit yo'ldan o'tgach bu darvish bilan paranglashib o'tadi. Bu darvish Allohga ishonadigan musulmon odam bo'lib, bu yigitga Allohning borligi va birlik haqida so'zlab beradi. Borgansiri yigit bu darvishning so'ziga qiziqib qoladi va har kuni bu darvish bilan paranglashib o'tib, uyiga va sihirgarning qishig'i berishda kechikib qoladi. Sihirgar uni nima uchun kechikib kelasan deb doim uradi. Yigit bu ahvolni darvishga aytadi. Darvish yigitga: "Agar seni sihirgar urmoqchi bo'lsa, meni uydagilarim kechiktirib qo'ydi" degan. "Agar seni uydagilarim urmoqchi bo'lsa, meni sihirgar kechiktirib qo'ydi" degan deydi. Bir kuni yigit yo'ldan ketib olsa, yo'lda nihoyat cho'ng va qo'rqinchli bir hayvonning turganligini, kishilar uningdan qo'rqib yo'ldan o'tolmayotganligini ko'radi va ko'nglida Allohga sihirgarning ishi suyimlikmi yoki darvishning ishi suyimlikmi bugun biladigan bo'ldim deb qo'liga bir tal toshni etib: "Ey Alloh, agar sana sihirgarning ishidan darvishning ishi suyimlik bo'lsa, bu hayvonni o'ltirib bergin, kishilar yo'ldan o'tib olsin" deb toshni atadi. Heliqi hayvon shu hamon o'ladi. Kishilar yo'liga ravon bo'ladi. Yigit bo'lgan ahvolni davrishga berib aytadi. Davrish: "O'g'lim, sen mendan eshib ketibsa, sen ig'ir sinoqlarga duch kelsa, ig'ir sinoqlarga duch kelgan vaqtingda meni oshkorlab qo'ymag'in" deydi. Alloh taolo bu yigitga yana Allohga duo qilish orqali tug'mi ko'r, oq kasal va boshqa turli kasalliklarni saqayta oladigan bir xislatni beradi. Bir kuni ko'zi ko'rib qolgan podshohning bir sabdishi bu yigitning xabarini anglab, nurg'un so'g'u salomlarni elib kelib, "Ko'zimni saqaytib qo'ygan bo'lsangiz" deydi. Bu yigit: "Ko'zingizni men saqayta olmayman, siz Allohga ishonasiz, men duo qilaman, Alloh saqaytadi" deydi. Bu odam Allohga ishonadi, yigit duo qiladi, undan keyin bu odamning ko'zi saqayib ketadi. Bu odam ilgirkidek podshohning qishig'i berib o'ltirganda, podshoh bu odam qarab hayron qilib: "Ko'zingni kim saqaytdi?" deb so'raydi. Bu odam: "Robbim saqaytdi" deganda, podshoh: "Men saqaytdimmi?" deb so'raydi. U odam: "Yo'q, mening va sening Robbing bo'lgan Alloh saqaytdi" deydi. Podshoh darg'azab bo'lib: "Sening mendan boshqa Robbing bormi?" deb so'raydi. U odam: "Ha, sening va mening Robbim Alloh" deb javob beradi. Podshoh uni qiynashga boshlaydi. Oxiri yigitni oshkorlab qo'ydi. Podshoh odam avatib yigitni tutib akilib, yigitga: "O'g'lim, sen ko'r, oq kasal va boshqa kasallarni saqayta oladigan bo'lib ketibsa" deganda, yigit: "Men emas, Alloh saqaytadi" deydi. Podshoh: "Menmi?" deb so'raydi. Yigit: "Yo'q" deydi. Podshoh: "Mendan boshqa ilohing bormi?" deb so'raydi. Yigit: "Sening va mening Robbim Alloh" deb javob beradi. Podshoh yigitni qiynashga boshlaydi. Oxiri yigit darvishni oshkorlab qo'ydi. Podshoh odam avatib darvishni tutib akilib, uningga "Diningdan yong'in" deydi. Darvish keskinlik bilan rad qiladi. Podshoh hara keltirib, darvishning beshidan haridab ikki parcha qilib o'tadi. Ondan podshoh yigitga "Diningdan yon" deydi. Yigit keskinlik bilan rad qiladi. Podshoh askarlarga yigitni palana tog'ning cho'qqisiga chiqib, uningdan so'ranglar. Agar dinidan yana yanmasa, uni tog'ning cho'qqisini yumiltib o'tinglar deydi. Askarlar yigitni tog'ning cho'qqisiga chiqadi. Yigit: "Ey Alloh, meni bulardan qutqazgin" deb duo qiladi. Tog' qattiq tarvab askarlarning hammasi yumilab tushib o'ladi. Yigit qaytib podshohning oldiga boradi. Podshoh hayron qilib: "Seni elib manganlar qani?" deb so'raydi. Yigit: "Alloh meni ulardan qutqazdi" deydi. Podshoh darg'azab bo'lib askarlarga: "Uni dengizga olib biringlar. Dengizning eng yomon yeriga borganda uningdan so'ranglar. Agar dinidan yansa qaytirib akilinglar. Agar dinidan yanmasa uni dengizga cho'ktirib o'tinglar" deydi. Ular yigitni dengizga olib borganda yigit: "Ey Alloh, meni bulardan qutqazgin" deb duo qiladi. Ulardan birimi qolmay dengizga g'arq bo'lib o'ladi. Yigit yana qaytib podshohning oldiga boradi. Podshoh yana hayron qilib: "Seni elib ketganlar qani?" deb so'raydi. Yigit: "Alloh meni ulardan qutqazdi. Sen meni o'ltirmoqchi bo'lsang, mening deganim bo'yincha qilsang o'ltira olaysan, bo'lmasa o'ltira olmaysan" deydi. Podshoh degina nima ish deganda, yigit: "Sen xalqni bir yerga to'playsa, meni daraxtga ossa, undan keyin o'q dinimdagi bir o'qni elib, yigitning Robbi bilan deb atsang meni o'ltira olaysan" deydi. Podshoh yigitning degani bo'yicha xalqni bir yerga to'plab, yigitni daraxtga esib, o'qdandan o'qni elib, yigitning Robbi bilan deb atadi. O'qiya yigitning chekisiga kirib, yigit shahid bo'ladi. Buni ko'rgan xalqning hammasi "Biz bu yigitning Robbiga iymon etdik" deb musulmon bo'lishadi. Bir yigit shahid bo'ladi, ammo nurg'unlagan musulmonlar tiriladi. Buni ko'rgan podshoh darg'azab bo'lib, askarlarga cho'ng o'rak qo'lab o't yoqishga buyurdi. Xalqining hammani birma-bir so'roq qilib, iymonidan yonganlarni qo'yib o'tib, yonmaganlarni o'tga tashlashga buyurdi. Xalq hech ikkilanmasdan iymonidan mustahkam turib
o'tqa sakrashga boshlaydi. Oradan bolasini emitayotgan bir ayol bir oz ikkilinib turishiga quchqidagi bola zuvoniga kelib, "Ana, chidamchan bo'l, sen shaksiz haqiqat ustida" deydi. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد